Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir odamni, ota-onasining pensiyasiga qarashayotgan farzandlarni, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarni bevosita qiziqtiradigan juda muhim mavzuni tushuntiraman. Savol bitta. Nega ayrimlarning pensiyasi 2026 yildagi o'zgarishlardan keyin minglab so'mga oshgandek ko'rinadi? Ayrimlarga esa go'yoki tiyin qo'shilgandek bo'ladi. Ba'zilarda esa qo'lga tegadigan pul hatto kamaygandek seziladi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki ko'pchilik xatoni aynan shu yerda qiladi. Hammaniki bir xil oshadi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Men sizga oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olish kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha muhim yangiliklarni sizga sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya deganda hamma bir xil pulni tushunadi, lekin pensiyaning ichida bir nechta qism bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya miqdori bor, ish staji va ish haqi asosida hisoblangan qism bor. Ayrimlarda ustamalar bor, ayrimlarda kompensatsiyalar bor, ayrimlarda esa ushlab qolishlar bor. Shuning uchun pensiyalar oshdi degan xabarni eshitganingizda bu sizning plastik kartangizga aynan shuncha pul ko'proq tushadi degani emas. Oldin ko'pchilik faqat bitta raqamga qarardi. Falon foizga oshdi yoki eng kam pensiya oshdi. Lekin amalda pensiya hisoblashda bir nechta mezon ishlaydi. Masalan, kimningdir pensiyasi eng kam miqdorga bog'langan bo'ladi. Kimningdir pensiyasi ish staji va o'rtacha oylik daromadidan kelib chiqadi. Kimningdir qo'shimcha ustamasi bor. Masalan, nogironlik guruhi, urush qatnashchisi maqomi, alohida xizmatlari, yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi yoki boshqa ijtimoiy mezonlar bo'yicha. Yana bir toifa bor. Pensiyasi avval noto'g'ri hisoblangan, keyin qayta tekshiruvdan o'tgan yoki ortiqcha to'langan pul ushlab qolinayotgan fuqarolar. 2026 yilga kelib odamlarni ko'proq chalg'itayotgan narsa shuki, pensiya tizimida raqamlar indeksatsiya qilinadi. Ayrim bazaviy miqdorlar o'zgaradi, ayrim toifadagi ustamalar qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim to'lovlar esa alohida tartibda yuritiladi. Natijada bir xonadonda 2 nafar pensioner bo'lsa ham, biri menga 7000 so'm qo'shildi deydi. Ikkinchisi menga 2000 so'm ham qo'shilmadi deyishi mumkin. Bu har doim ham xato degani emas. Lekin tekshirmasa ham bo'ladi degani ham emas. Men amaliyotda ko'p ko'radigan holat, pensioner kartaga tushgan pulga qaraydi va pensiyam kamayibdi deydi. Keyin ma'lumotnoma ochib qaralsa, pensiya hisoblangan miqdor aslida oshgan bo'ladi. Lekin undan kredit, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki bankdagi qarzdorlik ushlab qolingan bo'ladi. Shuning uchun biz ikki narsani ajratishimiz kerak. Birinchisi hisoblangan pensiya miqdori. Ikkinchisi qo'lga tekkan, ya'ni kartaga tushgan pul. Odamlar ko'pincha ikkinchi raqamni ko'rib xulosa qiladi, lekin nizoning ildizi birinchi raqamda bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Asosiy qism kim nimani bilishi kerak, kim xavotir olsin, kim xotirjam bo'lsin birinchi toifa eng kam pensiya yoki eng kam to'lovga yaqin miqdor oladiganlar. Agar sizning pensiyangiz asosan minimal kafolatlangan miqdor atrofida bo'lsa, odatda bazaviy ko'rsatkich oshganda sizda sezilarli o'zgarish bo'lishi mumkin. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin maoshi rasmiy ravishda past ko'rsatilgan. Yoki ayrim yillarda ish haqi hujjatlari topilmagan. Bunday insonning pensiyasi yuqori chiqmasligi mumkin va davlat belgilagan eng kam daraja bilan tortib turiladi. Agar shu eng kam daraja oshsa, u odamning pensiyasi ham nisbatan ko'proq oshadi. Misol qilaman. Tasavvur qiling, Abdulla aka Oltakir yoshda sobiq qishloq xo'jaligi ishchisi. Ish staji bor, lekin ko'p yillari arxivda to'liq tasdiqlanmagan, oyliklari past bo'lgan. Uning pensiyasi 2025 yilda 770 ming so'm atrofida bo'lgan deb olaylik. Agar 2026 yilda minimal pensiya kafolati qayta ko'tarilsa, Abdulla akaning pensiyasi dartam 70 ming so'mga oshishi mumkin. Nega? Chunki u minimal chiziqqa yaqin turgan. Demak, bazaviy himoya oshsa, u bevosita foyda ko'radi. Ikkinchi toifa ish haqi yuqori bo'lgan, staji to'liq, pensiyasi allaqachon ancha yuqori bo'lgan fuqarolar. Bu yerda ko'pchilik foiz hamma uchun bir xil bo'lsa, menga ko'proq qo'shilishi kerak-ku deb o'ylaydi. Ba'zan shunday bo'ladi, lekin har doim emas. Chunki pensiyaning hamma qismi bir xil indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Ayrim ustamalar qat'iy summa bo'lishi mumkin. Ayrimlari bazaviy miqdorga bog'liq, ayrimlar esa o'zgarmasligi mumkin.
Shuning uchun umumiy pensiyasi 2 million so'm bo'lgan odamga 200 ming so'm qo'shiladi degan avtomatik qo'yda yo'q. Masalan, Malika opa 38 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hujjatlari to'liq, oyliklari rasmiy yuritilgan. Pensiyasi 1 million 900 ming so'm. U yangilikni eshitib, meniki kamida 5 mingga o'ssa kerak deb kutadi. Lekin amalda uning asosiy pensiya qismiga bir o'zgarish, ustama qismiga boshqa o'zgarish, kompensatsiya qismiga umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Natijada kartasiga 55 ming yoki 70 ming so'm ko'proq tushishi mumkin. Bu aldashdi degani emas, lekin albatta hisob-kitob varaqasini ko'rish kerak. 3-toifa nogironlik pensiyasi va nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki nogironlik bo'yicha to'lovlar pensiya turi. Ish staji nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi, qayta ko'rik muddati, parvarish ehtiyoji kabi omillarga bog'liq. Ba'zi fuqarolarda nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. O'ki guruhdan o'ki guruhga o'tgan odam pensiyam kamaydi deydi. Aslida pensiya indeksatsiyasi bilan birga uning toifa mezoni ham o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu juda muhim farq. Sardor ismli fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi olardi. Oyiga 1 million 200 ming so'm. Qayta ko'rikdan keyin 3 guruh belgilandi. Shu bilan birga umumiy pensiya miqdorlariga 2026 yilda o'sish kiritildi. Sardor o'sish bo'lsa, nega men kam oldim deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy. Uning umumiy indeksatsiya bo'yicha bir qism oshgan, lekin nogironlik guruhi o'zgarishi tufayli asosiy huquqiy mezon pasaygan. Natija: qo'lga tegadigan summa kamayishi yoki juda oz oshishi mumkin. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu to'lovda nafaqat umumiy pensiya o'zgarishi, balki oila a'zolari soni, bolalarning yoshi, o'qishda davom etishi, hujjatlarni vaqtida topshirishi ham muhim. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmadi. Bunday holatda to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam pensiyalar kamaydi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjat muddati o'tib ketgan bo'ladi. Misol: Dilnoza opa 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta o'g'li kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmagan. Oldin 2 nafar oluvchi hisoblangan bo'lsa, keyin bittasi vaqtincha chiqarib tashlanadi. Umumiy indeksatsiya bo'lsa ham oila oladigan yakuniy pul kamayadi. Demak, bu yerda pensiya kamaydi emas, oluvchilar tarkibi bo'yicha hujjat tasdiqlanmadi degan muammo bor. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi bo'yicha eski tasavvurlar bilan yuradi. Ammo amaldagi tartiblarni alohida tekshirish kerak. Chunki ayrim davrlarda ishlayotgan pensionerga to'liq pensiya to'lash, ayrim holatlarda qo'shimcha qayta hisoblash, ish staji qo'shilishi bo'yicha murojaat qilish masalalari bo'ladi. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, u keyinchalik qo'shimcha staj va badallar bo'yicha qayta hisoblashga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda har oy o'zgarib boradi deb o'ylash noto'g'ri. Ko'pincha ariza berish, ish joyidan ma'lumot olish, tizimdagi ma'lumotlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Asosiy qism 2 istisnolar, yashirin tuzoq nuqtalar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylar endi eng muhim. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq kartaga tushgan summani pensiya miqdori deb qabul qilish. Men buni yana bir marta ta'kidlayman. Agar sizga oldin 20 million 100 ming tushgan bo'lsa, endi 20 million 160 ming tushsa, darhol pensiyamni kamaytiribdi demang. Avval hisoblangan pensiya qancha, ushlab qolingan pul qancha, qaysi asos bilan ushlangan shuni ko'ring. Ba'zan bank kredit bo'yicha yechgan bo'ladi. Ba'zan MIB orqali ijro hujjati bo'ladi. Ba'zan avval ortiqcha to'langan pul qaytarilayotgan bo'ladi. Ikkinchi tuzoq ustama muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ayrim ustamalar doimiy emas. Masalan, tibbiy xulosa muddati, parvarish bo'yicha hujjat, o'qish ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha tasdiq, alohida maqomni tasdiqlovchi hujjat yangilanmasa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Odam esa mening holatim o'zgarmadi-ku deydi. Ha, hayotda o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda tasdiq muddati tugagan bo'lsa, tizimda to'lov o'zgaradi. 3-tuzoq, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa 1900 2000 yillar boshida ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, arxivi boshqa joyga topshirilgan fuqarolarda ko'p uchraydi. Pensiya tayinlanganda odam shoshadi. Bo'ldi, pensiyaga chiqdim deydi. Lekin 3 yil, 5 yil,
hatto 8 yil staji hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Keyin indeksatsiya bo'lganida ham u odamning pensiyasi past bazadan hisoblanadi. Ya'ni xato eski hisobda bo'ladi. 2026 yilgi o'zgarish esa faqat o'sha eski past summani biroz ko'taradi. Natijada menga tiyin qo'shildi degan holat yuzaga keladi. 4-tuzoq rasmiy ish haqi bilan haqiqiy olgan pul farqi. Ko'p odamlar men 30 yil ishladim, yaxshi pul olardim deydi. Lekin pensiya rasmiy hujjatga qaraydi. Agar ish haqi konvertda berilgan bo'lsa yoki korxona hisobotida past oylik ko'rsatgan bo'lsa, pensiya hisobida yuqori daromad ko'rinmaydi. Bu ochiq, lekin muhim haqiqat. Shuning uchun bir xil ishni qilgan ikki odamning pensiyasi keskin farq qilishi mumkin. Biri rasmiy katta oylik olgan, ikkinchisining hujjatida minimal oylik ko'rsatilgan. 5-tuzoq qayta hisoblashni hamma avtomatik kutadi. Masalan, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil ishladi. U o'ylaydi. Demak, pensiyam o'zi o'sishi kerak. Ba'zi ma'lumotlar elektron tizimda bo'lsa ham, men har doim maslahat beraman. O'zingiz tekshiring, ariza bering. Shaxsiy kabinetingizdan ma'lumot oling. Chunki tizimdagi xatolik ish beruvchining hisobot topshirmagani, familiya o'zgarishi, pasport ma'lumotidagi tafovutlar sabab ma'lumotlar bir-biriga ulanmay qolishi mumkin. 6-nozik joy. Pensiyaning kamayishi qonuniy bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Odamlar odatda pensiyani kamaytirish mumkin emas deb o'ylaydi. Umumiy ma'noda fuqaroni asossiz ravishda yomonlashtirish mumkin emas. Lekin agar noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, agar oluvchi vafot etgan bo'lsa, yu to'lov davom etib ketgan bo'lsa, agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchi huquqini yo'qotgan bo'lsa, agar sud qarori bilan ushlab qolish bo'lsa, yakuniy to'lov kamayishi mumkin. Shuning uchun sababni bilmasdan turib xulosa qilmaslik kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini solishtiring. Faqat bank SMS-ga qaramang. Kartaga qaysi kuni qancha tushganini yozib chiqing. Agar imkon bo'lsa, bank ilovasidan ko'chirma oling. Unda kira va chiqimlar alohida ko'rinadi. Balki pensiya tushgan, keyin kredit yoki boshqa ushlab qolish ketgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma oling. Sizga aynan hisoblangan pensiya, ustamalar, ushlab qolishlar ko'rsatilgan ma'lumot kerak. Oddiy kartaga qancha tushdi degan gap yetmaydi. Agar tuman bo'limiga borsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, plastik karta ma'lumotlari, pensiya daftarchasi yoki mavjud bo'lsa, avvalgi qaror nusxalarini olib boring. 3-qadam. Stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv pensiya hisobiga kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari to'liq olinganmi? Ish joyi nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot tasdiqlaganmi? Shularni aniqlang. Agar mehnat daftarchasida muhr xira bo'lsa, sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma olish talab qilinishi mumkin. Buni vaqtida qiling. Chunki bitta hujjat pensiyani 10 minglab so'mga o'zgartirishi mumkin. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Ayniqsa yuqori oylik olgan yillaringiz bo'lsa, o'sha davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi pensiya hisobida ishlatilganmi, yo'qmi, bilib oling. Ba'zan odamning eng foydali yillari hisobga kirmay qoladi, natijada pensiya past chiqadi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivda ish haqi vedomoslari bo'lmasa ham, ba'zan buyruqlar, shaxsiy hisob varaqalari, soliq yoki ijtimoiy sug'urta ma'lumotlari orqali tasdiqlash imkoni bo'ladi. 5-qadam. Agar pensiyangiz kamaygan deb hisoblasangiz, og'zaki tortishib vaqt yo'qotmang. Yozma ariza bering. Arizada quyidagilarni yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori 2026 yilga qayta hisoblashdan keyin qanday shakllanganini. Asosiy pensiya qismi, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, pasport ma'lumotingizni ko'rsating. Nusxa oling. Qabul qilingan sana va raqamni yozdirib qo'ying. Chunki keyin javob muddatini nazorat qilasiz. 6-qadam. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki parvarish bo'yicha pensiya olsangiz, muddatli hujjatlarni alohida tekshiring. Tibbiy xulosa muddati tugamaganmi? O'qish ma'lumotnomasi topshirilganmi? Bola belirli yoshga to'lganda huquq davom etishini tasdiqlovchi hujjat bormi? Parvarish bo'yicha qaror yangilanganmi? Shularni tekshirmasangiz, to'lov birdan o'zgarishi mumkin. 7-qadam. Agar bank yoki MIB ushlab qolayotgan bo'lsa, pensiya bo'limi bilan bankni adashtirmang.
pensiya jamg'armasi biz to'liq o'tkazdik desa, bank ko'chirmasini ko'ring. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosidan qaror nusxasini so'rang. Qancha qarz bor, oyga qancha ushlanadi, qonuniy chegaradan oshmaganmi? Shuni tekshiring. Chunki ba'zan muammo pensiyada emas, ushlab qolish mexanizmida bo'ladi. 8-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasi. Zarur bo'lsa, respublika darajasidagi mas'ul tashkilotlar va xalq qabulxonalari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, raqam va hujjat gapirsin. Menga kam berildi deyishdan ko'ra. 2025 yil dekabr oyida hisoblangan pensiyam falon so'm edi. 2026 yil yanvar oyida falon so'm bo'ldi. Ushlab qolish sababi ko'rsatilmagan, qayta hisoblash asosini so'rayman deb yozing. Shunda sizning murojaatingiz aniq ko'rib chiqiladi. Azizlar, 2026 yildagi pensiya o'zgarishlarida eng muhim xulosa shuki, hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Kimdir minimal miqdorga yaqin bo'lgani uchun sezilarli oshish ko'radi. Kimdir ustamalari o'zgarmagani uchun juda oz farq sezadi. Kimdadir hujjat muddati tugagani, guruh o'zgargani, ushlab qolish bo'lgani yoki eski hisobdagi xatolar sabab qo'lga tegadigan pul kamaygandek ko'rinadi. Shuning uchun vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Men sizga tavsiya qiladigan asosiy yo'l: kartaga tushgan pulni emas, hisoblangan pensiya tarkibini tekshiring. Staj, ish haqi, ustama, muddatli hujjat, ushlab qolish va qayta hisoblash asosini alohida ko'ring. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar xato bo'lsa, yozma ariza orqali uni tuzatish imkoningiz bo'ladi. Sizda 2026 yil bo'yicha pensiyangiz oshdimi, kamaygandek bo'ldimi yoki umuman o'zgarish sezmadingizmi? Izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz? Pensiya turi qanday, qancha farq bo'ldi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida birgina to'g'ri ma'lumot ko'pincha oilaning oyma-oy daromadini himoya qilib qoladi.